2025-yilda sentyabr-oktyabr oyida litsenziyalangan umra ziyoratiga borib kelishda qanaqa qulayliklari bor? Nimaga aynan litsenziyalangan firmadan umra ziyoratiga borish kerak? Do'stlar, xudo xohlasa bu videoda siz to'liq javob olasiz. Bundan tashqari firmani nomini har safar aytib o'tib keting deb yozishyapti do'stlar. Biz har safar aytib o'tib ketamiz. Litsenziyaga ega bo'lsa nimaga firmani nomini aytmayapsizlar? Do'stlar, bundan oldingi videolarimizni ham kuzatinglar. Centrum Holiday'sga yetib kelganmiz do'stlar. Yana Ulug'bek akamiz bilan sizga ma'lumot bergani inshaalloh do'stlar ekran ostida o'tiribmiz. Endi do'stlar biz sizga to'liq ma'lumot berishni boshlaymiz. Faqatgina siz ekrandan uzoqlashmang bir dona like tugmasini bosib qo'ying, videomiz kengroq tarqalishiga sababchi bo'lasiz. Nima uchun litsenziyalangan firmadan borib kelishligini do'stlar ko'p odam bilsin. Chunki litsenziyalangan firmadan umra ziyoratiga borib keladigan bo'lsangiz, birinchidan bordi keldi biletingiz aniq bo'lar ekan. Men to'liq ma'lumotini bildim va mana shu video qilishga qaror qildim. Birinchidan to'liq bordi keldi bilet bo'lar ekan. Undan tashqari malakali 50 boshlar diniy qo'mitadan yo bo'lmasam 2 yil, 3 yil tajribaga ega bo'lgan malakali 50 boshlar sizni umra qildirib qo'yishar ekan. Gastinitsiz 5 kilometr, 6 kilometr emas, 1,5-2 kilometr atrofida bo'lar ekan. Yeb ichishingiz do'stlar, oziq-ovqatlaringiz o'zimizni o'zbek milliy taomlari bo'lar ekan. Undan tashqari do'stlar, agarda qanaqadir muammo bo'lib qoladigan bo'lsa firma tomonidan sizni davlat o'zi, chunki litsenziyani bekordan bekorga firmalarga bermagan, o'zini ma'lum miqdorda summa qo'yilgan. Agar o'sha summani davlatga qo'yadi, keyin litsenziya oladi do'stlar. Siz qolib ketadigan bo'lsangiz, siz ovora bo'ladigan bo'lsangiz, siz sarson bo'ladigan bo'lsangiz, davlatimiz o'zi sizni ularda qo'ygan pulidan rasxod qilib sizni uyingizga va davlatingizga qaytarib olib kelib qo'yishadi. Shuning uchun har safar aytamizki do'stlar, litsenziyalangan firmadan umra ziyoratiga boring. Boshqasiga aldanib qolmang. Borganingizdan keyin biz bunaqa sharoit kutuvdik, biz bunaqa narsa kutuvdik deb har deb do'stlar har xil xayolda bo'lmang. Undan tashqari yosh katta otangizni onangizni olib borgan bo'lsangiz, ularni do'stlar u joylarga olib borib do'stlar sarson bo'lishiga sababchi bo'lmang. Xudo xohlasa do'stlar biz hozir sizga to'liq ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Aytib o'tgandek Centrum Holiday'ga yana Ulug'bek akamiz oldiga yetib kelganmiz. Ulug'bek aka, sizlarda firmadan borib keladigan bo'lsa, aka qanaqa qulayliklari bor? Undan tashqari aka, firmamiz xudo xohlasa Centrum Holiday o'zi O'zbekistonda aytib o'tsak 14 ta firmaga litsenziya berilgan. Shulardan bittasi Centrum Holiday. Litsenziyalangan firmadan aka borib kelishda qulayliklari, shart-sharoitlarini bitta tushuntirib bersangiz zo'r bo'ladi. Xo'p, litsenziyalangan umra ziyoratiga borib kelishda qulayligi afzali birinchi ochiriqda bordi keldi bilet olinadi. Oldindan 1 yilga o'sha mehmonxonalarda joylashtirilgan bo'ladi. Qaysi aytlik, Madinada qaysi mehmonxona bo'ladi, Makkada qaysi mehmonxona bo'ladi, manzili, lokatsiyasi aniq bo'ladi. Oziq-ovqatlari ham, o'zbek milliy taomlari, doktor xizmatlari ham, tashkiliy ishlar bo'yicha, keyin 50 boshlari xizmatlari bo'yicha ham hamma narsasi oldindan naqd tayyorgarlik ko'rib qo'yilgan bo'ladi. Bizda sanab o'tganimdek, firmamiz tomonidan nima beriladi degan narsaga, biz firmamiz tomonidan kamzil, so'mka, beji beriladi. Keyin 5 litr zamzam suvi qaytishlangan suv qilib beriladi. Yana firmamiz tomonidan Makka, Madina bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlar bo'lsa, undan tashqari qo'shimchasiga bonusiga Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojiyev masjidlarida piknik bo'ladi. Yana telefon qilib murojaat qilib so'raganlaringda so'rasalar, yana maxsus paketlarimiz haqida ma'lumot berishadi. Maxsus paketlarimizga e'tibor qilganda yana qo'shimcha sayohatlar qo'shilgan bo'ladi. Ularga Toif sayohati ham qo'shib qo'yilgan bo'ladi. Toifga qo'shib zo'r. Aka, hozirgi kunda Madina Munavvarada, Makka Mukarramada oziq-ovqat bilan gastinsiyani uzoqligi qanaqa bu firmada aka? Xo'p, bizda oziq-ovqatlarimiz aytib o'tganimdek 3 mahal Makka Mukarramada o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, gastinsiyalarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr markazda joylashgan mehmonxonamiz bo'ladi. Makka Mukarramada 1,5 kilometr Ajiyat ko'chasida joylashgan mehmonxonamiz bo'ladi. Bu standart paketlarimiz. Komfort paketlarimiz ham mehmonxonasi yaqinroq bo'ladi, premiumlardan ham yaqinroq bo'ladi. Ekonom paketimiz 1,5 kilometrdan ko'ra uzoqroq bo'ladi. Narxlarga qarab o'zgarib, odamlar avtobus xizmatlari postoyanniy qatnab turadi. Avtobus xizmatlari postoyanniy qatnovda turadi. Aytilib o'tilgandek, bizda hamma narsa oldindan rejalashtirilgandek. Qaysi mehmonxona, qaysi gastinsiyaga tushganingizda avtobusda necha minut haramga kirib borish muddati, vaqtlarigacha, namoz vaqtida necha minutda kirib boradi. Standart paketlarimiz 2 minutdan 5 minut oralig'ida. Nimaga 2 minutdan 5 minut oralig'ida namozga o'sha paytib qo'yganda probkani hisobini olib turib 5 minutda kirib borsa, 5 minutda yetib kirib borsa, undan tashqari 2 minut bilan 3 minut oralida kirib boradi. Zo'r. Xudo xolasa aka, hozirgi kunda O'zbekistonda umra ziyoratiga ketayotganlar ko'p yosh kattalar.
Mazasi bo'lmay qoladigan bo'lsa, misol gastitsada qanaqadir bir doktor xizmatlarimi, birinchi yordamlar ko'rsatiladimi? Erta gastitsamiz aytib o'tgandek, har bitta gastitsamizga o'sha malakali hamshiralarimiz joylashtirilgan bo'ladi. Hamshiralarimiz birinchi yordamni ko'rsatishadi. O'sha davleni o'lchash deydimi, isitma dori, ikol qilib berishish narsalarda erta xizmatda turishgan bo'ladi. Bundan tashqari yana o'zim tavsiya qilamanki, erta постоянный ichib yuradigan dorilaring bo'lsa, sahari borlar, qandli diabetlar, har xil kasallik bo'lib turib, постоянный ichib yuradigan dorilar bilan, o'sha dorilarni o'zlaring bilan 14 kunga mo'ljallab olinglar. Chunki erta topolmay qolasizlar постоянный ichib yuradigan dorilaringni. Undan tashqari yana birinchi naqaga grippga, shamollashga, yo'talga, chunki muzday zam-zam suvda yoqib issiqda ichib berishlari mumkin. Lekin erta dorilarimiz ta'minlab qo'yilgan. Endi har ehtimolga qarshi o'z uchun olasiz, ishlamasin, iloyim ishlamasa, ertaga ehson tariqasida tashlab ketsangiz, xohlasangiz qaytarib olib kelaverasiz, uni ziyoni yo'q. Zo'r. 50 yoshlarcha aka, misol endi baribir 50 yoshlar qanaqa inson, chunki birinchi marta bor ekanlar, hatto nima qilish kerak, qaysi duoda o'qish kerak, qayerda qanaqa harakat qilish kerak bilishmaydi. Endi 50 yoshi agar malakali, xushyor, yaxshi odam bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh amallari, ibodatlar ham o'z o'rnida zo'r bo'ladi. 50 yoshlar qanaqa insonlar? Xo'p, 50 yoshlarimiz malakali, kami 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega. Etga borganda siz aytgandek, umrani qanday qildirishdi, ziyoratga chiqqanda, yurganda, duolarni o'rgatib, 14 kun davomida mukammal umralarni qildirib, ziyoratlarni, sayohatlarga olib chiqib kelib, 14 kun davomida pilla yuradi pastdan. Zo'r. Endi xudo xolasa aka, O'zbekistonda hozir 6 ta viloyatdan, primorislar. Ya'ni do'stlar, bular Farg'ona, Namangan, Andijon, Samarqand, Termiz, Toshkent. Joyda misol vohadan, vodiydan yoki Toshkentdan bo'ladigan joylarni ham bron qilamiz aka. Xo'p, joy bron qilgani, sizlarga ko'rinib turgan nomerga telefon qilsalaring. Misol ofisga kelamisizlar, ofislar kassalarni, manzillarni tushuntirib berishadi. Kelsalar har bitta odam bilan shartnoma tuzib, shartnoma bo'yicha shu raqamda undan tashqari buxgalteriya xonamizda kassirlar bo'ladi. Kassirlarga to'lov qilinsa, cheklar yozib beriladi. Har bitta to'langan to'lov uchun chek chiqarib beriladi. Обязательно. Undan tashqari uzoqda joyda yo'q, bora olmas ekanmiz, masofa uzoq ekan, qanday shartnoma tuzamiz deganiga Telegram, WhatsApp orqali pasportlarni tashlab berishsa, pasportlar ism familiyasiga ko'rib, har bitta odamga shartnoma chiqarib, shartnoma tashlab berishadi. Shartnomani ko'rib chiqib, tanishib, ma'qul kelsa, aytilgan sanalarni mo'ljallab tanlab olishsa, bank orqali, shota raqami orqali to'lov qilishsa, shota raqamga ham shunaqa narsa chiqadiki, bankdan kirib to'laydi, ism familiyasiga Centrum Hold'dan umra ziyorati ketayotgani uchun deb chek chiqarib beradi o'zlari uchun. Zo'r. Ya'ni do'stlar, qonuniy dokumentlarni firmadan ketadigan bo'lsangiz, xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Misol, bunga beri aldanib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi, buna muammo bo'lib qoldi, mashinlikka uchrab qoldi, bunaqa narsa bo'lmaydi. O'shuning uchun do'stlar, biz sizga yaxshisini ilinamiz. Agar siz videoda shu joygacha kuzatgan bo'lsangiz, kommentariyada o'z izohingizni qoldirib keting. Bir dona like tugmasini bosib, keyinroq tarqalishiga sababchi bo'ling. Biz xudo xolasa shunaqa qiziq do'stlar, ma'lumotlarni, yangi ma'lumotlarni berish uchun umuman charchamaymiz. Sizdan qilinadigan narsa bizni qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Xudo xolasa to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Sog' bo'linglar.